Все, men boshladim. Ovozim normal borayotgan bo'lsin-da. Assalomu alaykum hammaga. Mana tabiat qo'ynida YouTube uchun video qilyapman. Bu videoning mavzusi nimaga biz tayyor javoblarni qidiramiz. Tayyor javoblar qanaqa bu? Misol uchun, qo'limda 10 million pulim bor, 50 million pulim bor. Nima ish qilsam yaxshi bo'lib ketadi deb maslahat qidiramiz. Bu qanchalik to'g'ri va qanchalik noto'g'ri? Boshlaymiz. Misol uchun men o'zim mana qanaqa biznes qilsam bo'ladi deb savol bilan tanishimga chiqdim. Sherzod, mendan yoshlari katta Sherzod aka. Bizneslari bor, bo'ylari mendan baland, yoshlari mendan katta, mendan ozg'inroq. Ularga biznes strategiyani ko'rib chiqish kerak oldin. Men ulardan tayyor javob olmadim. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib o'zingizlarning savolingizlarga tayyor javob qidirasizlar. Nima qilsam boy yashayman, nima qilsam pullarga ochilaman, nima qilsam nafratlanayotgan insonimni kechirib yuboraman, kechirolmagan insonimni qo'yib yuboraman, unutolmagan insonimni hayolimdan chiqazaman, o'ylashdan to'xtayman. Nima qilsam baxtliroq yashayman, nima qilsam meni hamma tushunadi. Mana shunaqa qilib tayyor javoblarni qidirasizlar. Kelinglar mana shu javobni kiyim deb olaylik. Masalan, men maslahat so'ragan Sherzodni kiyimi menga sig'maydi. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib mendan maslahat so'rasanglar, mendan kiyim so'rasanglar, men razmerim tushishi mumkin, sirim to'g'ri kelishi mumkin, kelmasligi mumkin, sig'masligi mumkin kiyimim. Yoki kattalik qilishi mumkin. Hamma beradigan maslahat va qaror bu o'zini xayollari, o'zini hayotidan kelib chiqib sizlarga maslahat beradi. Shuning uchun biz raskopkada ham aytamiz, javob sizning ichingizdan chiqadi deb. Tashqi dunyoda javob yo'q, faqat ichki dunyoda javob bor. Aynan ichingizdan kelgan javob sizga 100% mos keladi. Kelinglar endi birovdan maslahat oldim, men shu bo'yicha yashab ko'rmoqchiman deylik. Ko'pchilik hozir buni bloger, YouTube'larda qidiryapti. Misol uchun men shu bloger qildim, demak, menga ham to'g'ri keladi. Kamerani to'g'rilaymiz. Bo'ldi, mana ovoz borayotgan bo'lsa bo'ldi. Internet, Instagramda bloger bu narsani olib ishlatyaptim, demak yaxshi. Qanaqa narsa olsam ekan deb tekshiradigan bo'lsak, buni ham internetdan tekshiramiz, kimlar ishlatdi ekan deb. Odzivlarga qarab qaror qabul qilamiz. Xo'p, qaror qabul qildi deylik. Kelinglar maktab davriga qaytamiz. Ekzamindan o'tamiz, nazorat ishi yozamiz va berilayotgan savollarga javob shunday boshqa sherigimizdan ko'chirib yozib qo'yamiz. Ustozlar aytadi, o'zing o'yla, o'zing o'yla, o'zing hisob kitob qil, matematika bo'ladigan bo'lsa. Kalkulyator ishlatma, diktant bo'lsa o'zing yoz, insho bo'lsa o'zing yoz, birovdan ko'chirma. Nima uchun? Bu bizga o'zimiz o'ylab, o'zimiz qaror qabul qilishimiz uchun. 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bu katta hayotga qadam qo'yish haqida. O'zimiz qaror qabul qilib, xato qilib, uni ustidan xulosa chiqarishimiz uchun. O'zimiz rivojlanishimiz uchun, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'zimiz uchun qabul qilishimiz uchun bo'ladi. Va biz agar buni faqat maslahatlar asosida birov aytgan ish bo'yicha qiladigan bo'lsak, bu faqat kooperativ bo'ladi qoladi. Bu yerda siz o'zingiz shaxsiyatingizni rivojlantirmaysiz, boshqalar bergan yo'llanma bo'yicha, boshqalar bergan shablon bo'yicha yashashni boshlaysiz. O'zimiz qaror qabul qilganimizda bizga bilgan-bilmagan narsalarimizni o'rganishimiz mumkin, xatolardan xulosa chiqarishimiz mumkin. O'zimizdagi yangi neyronlarni rivojlantirishimiz, shakllantirishimiz mumkin, yaratishimiz mumkin. Shu uchun o'zliginglarni unutmanglar, o'zingizlar qaror qabul qilinglar. Maslahat so'rasanglar, undan avvalambor o'zingizlarga qanchalik to'g'ri keladi, shuni chiqarishinglarni aytib qolaman. To'g'ri javob faqat ichingizlarda.